hammasi kuygan lampochka bilan tashlab yubormoqchi edim, hayolimga bir narsa kelib qoldi. Shuni yasab ko'ramiz. Ichib ko'rchi. Tashla, botirib ko'radi. Ana ichiradi. Bo'ldi, olib kel. Kel, nampini yech. Ko'rgan. Ko'rib oldingmi qanaqa qilish? Ha? Yech, xotirasan. Ha, yech. Ha. Mana. Buni qo'lga chiqaraman. Keraksiz bo'lgan lampalarimizni shunaqa holatga keltirib oldik. Mana bunaqa tormozli yig'inlarga topdim. Yashaydigan narsamizga bu ham kerak bo'ladi. Yana ikkita narsa kerak edi, u uyda yo'q ekan. Uni bozordan olib, nasib qilsa keyingi videolarda bitirib ko'rsataman. Nima yasayotganim qiziq bo'lsa, obuna bo'lib kuzatib turinglar. Kommentga yozib qoldiringlar. Nima yasayotgan bo'lishi mumkin? Fikringizni qoldiringlar. Profilga kirib ko'rsanglar, qiziq-qiziq eksperiment videolar rosa ko'p. Layklarni bosib, kuzatib turinglar. Sizlar uchun qiziqarli, zo'r videolar qo'yib borishga harakat qilamiz. Charchamanglar, joningiz sog' bo'lsin.